qanaqa sharoitda boy hisoblansa kerak. Endi 20-30 ming misol uchun o'rta xolam bo'lishi qiyin nima qarang. Endi ikki xonali kvartira 50 ming dollar. 20 ming dollar emas. Shuni to'ldirdingiz 80 ming. Misol uchun bir o'rtacha bitta mashina oldingiz. Mana Sentra 20 ming. Va o'rtacharoq odam bo'lishi uchun ikki xonali uy bor, Sentrasi bor, bola bo'lishi uchun 100 ming dollar kerak. Odamning hayotini umr qiyinlashtirib yurar ekansiz. Yoki og'zingizda oson topyapsiz pullarni. Bor, aka, siz hisoblasangiz. Sizni qarashingiz bilan o'lchamayapti. Bir ikki yillarda topsa bo'ladi bitta bola. Hozir men shunda boyman, boymasam qarang, bitta kabeshim bor, bitta domim bor, bitta dala hovlim bor. Voy, bu gapni aka. To'g'ri o'ylab yuraman ekan, nima o'zim o'rtachaman deb yuraman hammaga men o'zim. Ay, siz yoshsizda, hali bor-da. Yana bir to'rtta kvartira bilan bir to'rtta mashina oldingiz. Endi boy asosiy bir ikki. Asha hozir gapirishganlarimni eslab qolyapman.